Galdagi savol nikoh shartnomasi xususida aytish joizki, ayni kunda bu masala mamlakat rahbari e'tiborida ham juda ko'p odamlardan, hatto ziyoli fuqarolardan ham eshitaman, nikoh shartnomasi bu o'zbek oilasi uchun emas degan fikrni, yoki nikoh shartnomasini ko'pchilik bir ortiqcha dahmaza ham deb qabul qiladi. Er va xotin munosabatida shakllangan oilaviy qadriyatlar sabab ko'pchilik bunday yuridik hujjatlarni keraksiz, ortiqcha bir g'alati rasmiyatchilik sifatida qabul qiladi, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deydi va holanki nikoh shartnomasi o'tmishda ham bo'lgan. Hozir ham qonuniy nikoh tuzilganidan so'ng xohishiga ko'ra shar'iy nikoh o'qitganda kuyovning oiladagi mas'uliyatini kelishib olish uchun kelinga mahr berilishi, oila ajralgan taqdirda mahr uchun berilgan mulk qaytib olinmasligi bor gap. Amalda ko'p kuzatamiz, ba'zan sobiq er-xotinlar o'rtasida nikoh davrida birgalikda orttirilgan mulkni taqsimlash bo'yicha tortishuvlar bo'lib turadi. Ko'pincha yoki er yoki xotin bor budidan mosuvo bo'lgan holatlarni ham ko'rganmiz. Bunday ko'ngilsizlikning oldini olish uchun nikoh tuzilayotgan paytida nikoh shartnomasi imzolansa, olam guliston. Endi savolga qaytamiz. Biznes hamkorim bor, ammo oilasi tinch emas. Agarda biznes sherigimning oilasida xotini bilan qandaydir nizo tug'ilsa yoki ular ajrashsa, biznes loyihalarimizga, o'zaro mulklarimizga da'vo qilinishi mumkinmi deb savol yo'llagan tadbirkorlardan biri. Bu savolga Navoiy shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Shuhrat Mahmudov javob beradilar. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 29-moddasida nikoh shartnomasiga shunday ta'rif berilgan: nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo'lgan davrida yoki er va xotinning nikohdan ajralgan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuvi nikoh shartnomasi hisoblanadi. Nikoh shartnomasini nikoh kunidan oldin ham, nikohni davlat ro'yxatidan rasmiylashtirilgandan keyin ham tuzishlari mumkin. Nikohni davlat ro'yxatiga olishdan oldin tuzilgan nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Nikoh shartnomasi yozma shaklda tuzilishi va notarial tasdiqlanishi kerak. Shuni esda tutish lozimki, amaldagi qonunchilik er-xotinning biriga nikoh shartnomasi tuzish yoki uni tuzmasdan boshqa turmush o'rtog'ining erkinligi, irodasi va istaklarini cheklash huquqini bermaydi. Nikoh shartnomasini tuzishda er-xotinlar amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan umumiy birgalikdagi mulkchilik rejimini o'zgartirishga, alohida egalik qilish tartibini o'rnatishga haqlidirlar. Bunda nikoh davrida birgalikda sotib olingan barcha mulklar teng ikkiga bo'linmaydi. Er yoki xotin mulkning nikoh shartnomasida belgilanadigan qismiga egalik qiladi. Nikoh shartnomasi bo'yicha majburiyatlarni bir tomonlama bajarishdan voz kechishga yo'l qo'yilmaydi. Er-xotinlar nikoh shartnomasida mavjud shartlarni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Buning uchun er-xotinlar nikoh shartnomasini notarius bilan tasdiqlanishi unutmagan holda qayta imzolashlari shart. Nikoh shartnomasini bekor qilish sud tartibi orqali amalga oshirish mumkin. Nikoh shartnomasining amal qilish nikoh bekor qilingan paytdan e'tiboran bekor qilinadi. Nikoh shartnomasida nikoh tugagandan keyingi davr uchun nazarda tutilgan majburiyatlar bundan mustasno. Endi jamoatchilikdan tushgan bir savolga e'tiboringizni qaratsak. Biznes hamkorim bor, ammo oilasi tinch emas. Agarda biznes sherigimning oilasida xotini bilan qandaydir nizo tug'ilsa yoki ular ajralsa, biznes loyihalarimizga, o'zaro mol-mulklarimizga da'vo qilishi mumkinmi? Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 23-moddasiga binoan er va xotinning nikoh davomida orttirilgan mol-mulklari, shuningdek nikoh qayd etilgunga qadar bo'lajak er-xotinning umumiy mablag'lari hisobidan olingan mol-mulklar agar qonun yoki nikoh shartnomasida boshqacha hollar ko'rsatilmagan bo'lsa, ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi. Siz ko'targan masalada esa tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan biznes hamkoringiz turmush o'rtog'ining ham umumiy mulk hisobidan haqqi mavjud. Ya'ni bu korxonadagi 100% ulushning 50% hamkoringizga tegishli bo'lsa, demak 25% ulushi uning xotiniga tegishli bo'ladi. Demak, bu muammoni yagona yechimi biznes hamkoringiz nikoh shartnomasi tuzishi kifoyadir. Bois oila nizolarini biznesga ta'sir o'tkazmasligi uchun shunday yo'l tutish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa shuki, nikoh shartnomasini tuzish kelajakdagi nizoli vaziyatlarni oldini olishga va er-xotinning asablarini tejashga yordam beradi.
Mana aziz tinglovchilar, huquqiy maydondagi fursatlarimiz ham nihoyalab bormoqda. Bizga hamkorlik qilganlari uchun viloyat adliya boshqarmasi axborot xizmati bosh mutaxassisi Nodira Samandarova hamda bir guruh huquqshunoslarimizga tashakkur bildiramiz. Bizni tinglaganingiz, biz bilan birga ekanligingiz uchun sizga ham rahmat aziz tinglovchilar. Doimgidek huquqiy maydonda siz bilan jurnalist Xolbibi Safarova hamda musiqiy bezak ustasi Xolida Ahmedovalar bo'lishdi. O'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Dasturlarimiz davom etadi.